avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi degan xabarni eshitgan ko'pchilikda bitta savol tug'iladi. Mening pensiyam oshadimi yoki oshmaydimi? Ayniqsa narxlar ko'tarilib turgan paytda har bir so'm muhim. Shuning uchun bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki bu nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqin oylar ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga ham tegishli. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Indeksatsiya nima? Avgustdagi oshirish kimlarga ta'sir qiladi? Kimlarning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Qaysi holatlarda odamlar noto'g'ri kutib qoladi va nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat, ish staji, qayta hisoblash va nafaqa bilan pensiyani adashtirish masalalarida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy va pensiya masalalarini men doim tushunarli qilib tahlil qilib beraman. Avvalo bir narsani aniq ajratib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi degani emas. Indeksatsiya odatda davlat tomonidan belgilangan tartibda pensiyalar, ayrim nafaqalar yoki ijtimoiy to'lovlar miqdorini qayta ko'rib chiqishdir. Buning sababi oddiy. Vaqt o'tishi bilan bozordagi narxlar, kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xizmatlar narxi o'zgaradi. Pensiya esa odamning kundalik ehtiyojini qoplashga xizmat qiladi. Shuning uchun davlat vaqti bilan pensiya miqdorini oshirish yoki bazaviy hisoblash mezonlarini o'zgartirish haqida qaror qabul qiladi. Lekin amalda odamlar buni boshqacha tushunadi. Masalan, avgustdan pensiya oshar ekan degan gap tarqaydi. Keyin pensioner bank kartasini tekshiradi, pochta orqali pul oladigan bo'lsa, pochtachidan so'raydi. Lekin ko'rgan summasi kutganidan kam bo'ladi yoki umuman o'zgarmaydi. Shunda norozilik boshlanadi. Nega qo'shnimniki oshdi, menikiga oshmadi? Nega televizorda oshay deyildi, lekin meniki o'zgarmadi? Men ham pensionerman-ku, nega menga tegmadi? Mana shu savollarga javob berish uchun pensiya turlari, tayinlangan sana, ishlash holati, qo'shimcha to'lovlar va hujjatdagi ma'lumotlarni alohida ko'rib chiqish kerak. Oldin ham pensiyalarni oshirish bo'yicha qarorlar bo'lgan. Lekin ko'pchilik faqat yakuniy summaga qaragan. Masalan, odam 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, oshirishdan keyin 1 million 320 ming bo'ladimi yoki 1 million 400 ming bo'ladimi? Shuni kutadi. Lekin pensiya tarkibi bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya bor, ustama bor, kompensatsiya bor, ayrim imtiyozli to'lovlar bor. Indeksatsiya ham har doim ham shu qismlarning hammasiga bir xilda qo'llanavermaydi. Hozirgi tartibda ham eng muhim jihat shuki, oshirish qaysi to'lov turiga nisbatan belgilanganini bilish kerak. Agar qarorda pensiyalar miqdori falon foizga oshiriladi deyilsa, bu odatda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi mehnat pensiyalariga ta'sir qiladi. Agar nafaqalar oshiriladi deyilsa, bu boshqa toifadagi ijtimoiy to'lovlarga tegishli bo'lishi mumkin. Agar minimal miqdorlar oshiriladi deyilsa, u holda hammaning summasi emas, eng kam kafolatlangan miqdorlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men doim birinchi navbatda qarorning matniga qarash kerak deyman. Yana bir o'zgarish shuki, bugun ko'p to'lovlar elektron bazalar orqali yuritiladi. Avvallari odamning ish staji, ish haqi, hujjati qog'ozda saqlangan, arxivga borish kerak bo'lgan. Hozir ham arxiv kerak bo'ladigan holatlar bor. Lekin ko'plab ma'lumotlar pensiya jamg'armasi, soliq bazasi, mehnat daftarchasi va elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni, lekin salbiy tomoni ham bor. Agar bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, odam men ishlaganman deb aytadi. Tizim esa uni ko'rsatmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori past hisoblanadi yoki qayta hisoblash kechikadi. Agar siz rasmiy tarzda tayinlangan yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiyangiz pensiya jamg'armasi bazasida faol holatda ko'rinayotgan bo'lsa va oshirish haqidagi qarorda siz olayotgan pensiya turi ko'rsatilgan bo'lsa, odatda indeksatsiya avtomatik tarzda qo'llanadi. Bunday holatda har bir pensioner alohida ariza yozib yurishi shart bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz 67 yoshdasiz, 32 yil ish stajingiz bor, pensiyangiz 1 million 800 ming so'm. Agar avgustdan pensiyalar 10% ga oshiriladi degan tartib belgilansa, nazariy jihatdan asosiy pensiya qismi qayta hisoblanadi va siz keyingi to'lovda oshgan summani ko'rishingiz kerak. Yana bir misol olaylik. Ayol kishi 60 yoshda, 25 yil ish staji bilan pensiyaga chiqqan. Hozir 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U ishlamaydi, pensiyasi to'xtatilmagan, yashash joyi bo'yicha ro'yxatda muammo yo'q, bank kartasi faol.
Bunday vaziyatda indeksatsiya unga ham tegishi kerak. Lekin u qo'shnim 200 ming ko'p oldi, men 1,2 ming ko'p oldim deb o'ylashi mumkin. Sababi har bir pensiyaning boshlang'ich miqdori boshqacha. Foiz bilan oshirilsa, kimning pensiyasi yuqori bo'lsa, qo'shimcha summa ham ko'proq ko'rinadi. 1 million so'mga 10% 100 ming bo'ladi. 2 million so'mga 10% 200 ming bo'ladi. Bu tengsizlik emas, foizli oshirishning tabiiy natijasi. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar ham e'tibor berish kerak. Agar ularning to'lovi aynan pensiya sifatida tayinlangan bo'lsa, ya'ni mehnat staji yoki qonunda belgilangan asoslar bo'yicha nogironlik pensiyasi bo'lsa, indeksatsiya ularga ham qo'llanishi mumkin. Lekin nogironlik nafaqasi va nogironlik pensiyasi bir xil narsa emas. Ko'p odamlar hujjatda nima yozilganiga qaramaydi. Kartaga pul tushadi, tamom. Ammo indeksatsiya masalasida aynan to'lov nomi muhim. Endi eng muhim savolga kelamiz. Avgustdagi indeksatsiyada kimlarning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Birinchi toifa. Pensiyasi hali tayinlanmagan yoki hujjati ko'rib chiqish jarayonida bo'lganlar. Masalan, siz iyul oyida pensiyaga chiqish uchun ariza berdingiz, lekin ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari hali kelmadi. Avgustda indeksatsiya bo'ldi. Siz men ham avgustdan oshgan pensiyani olishim kerak deb o'ylaysiz. Amalda esa sizga pensiya qachon tayinlangani, qaysi sandan hisoblangani va hisob-kitobda qaysi bazaviy miqdor qo'llangani muhim bo'ladi. Agar pensiya avgustdan keyingi yangi miqdorlar asosida tayinlansa, bu alohida masala. Agar eski sanadan tayinlanib, keyin indeksatsiya qilinsa, boshqa hisob chiqadi. Ikkinchi toifa pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Masalan, ish staji yetarli bo'lmagani uchun yoshga doir pensiya emas, yoshga doir nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Odam o'zini pensioner deb hisoblaydi. Chunki yoshi katta va har oy davlatdan pul oladi. Lekin huquqiy jihatdan uning to'lovi pensiya emas, nafaqa bo'lishi mumkin. Agar avgustdagi qaror faqat pensiyalarga tegishli bo'lsa, nafaqa avtomatik oshmasligi mumkin. Aksincha, qarorda nafaqalar ham oshiriladi deb ko'rsatilgan bo'lsa, unda tegadi. Shuning uchun hujjatdagi to'lov turini tekshirish juda muhim. Uchinchi toifa pensiyasi vaqtincha to'xtatilganlar. Bunday holatlar kam emas. Masalan, pensioner chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan, yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan, bank kartasida muammo bo'lgan, shaxsni tasdiqlash talabi bajarilmagan yoki qonunchilikda belgilangan boshqa sabab bilan to'lov to'xtatilgan. To'lov tiklangandan keyin indeksatsiya masalasi qayta ko'riladi. Lekin odam avgust oyining o'zida oshgan pulni ko'rmasligi mumkin. Bu menga indeksatsiya berilma degani emas, balki avval to'lov maqomini tiklash kerak degani. To'rtinchi toifa. Ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan pensionerlar. Masalan, erkak kishi 35 yil ishlagan, lekin bazada 27 yil ko'rinadi. U 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. Indeksatsiya bo'lsa, shu 1 million 600 ming so'm atrofidagi mavjud hisob asosida oshadi. Lekin aslida uning pensiyasi 35 yil staj bilan yuqoriroq bo'lishi kerak edi. Bunday odam indeksatsiya kam bo'ldi deb o'ylaydi. Asl muammo esa indeksatsiyada emas. Pensiyaning boshlang'ich hisobida. Avval stajni to'g'rilash, keyin qayta hisoblash talab qilinadi. 5-toifa pensiya tarkibida indeksatsiyaga kirmaydigan qo'shimcha to'lovlar bo'lganlar. Masalan, odamning umumiy oladigan puli 2 million so'm. Shundan 1 million 700 ming so'm asosiy pensiya, 300 ming so'm alohida kompensatsiya yoki ustama bo'lishi mumkin. Agar oshirish faqat asosiy pensiyaga qo'llansa, odam 2 millionning hammasi 10% ga oshadi deb kutmasligi kerak. U 200 ming emas, balki 1,7 ming atrofida qo'shimcha ko'rishi mumkin. Ana shu joyda ko'pchilik meniki to'liq oshmadi deb xafa bo'ladi. Birinchi misol, ota 7 yoshda. Dardim yil rasmiy ishlagan, hozir 2 million 400 ming so'm pensiya oladi. Indeksatsiya 10% bo'ldi deb tasavvur qilaylik. Agar uning pensiyasining indeksatsiya qilinadigan qismi to'liq 2 million 400 ming bo'lsa, qo'shimcha 2,7 ming so'm bo'ladi va yangi summa 2 million 6,7 ming so'mga yaqinlashadi. Lekin agar uning 2 million 400 ming so'mining 200 ming so'mi indeksatsiya qilinmaydigan alohida to'lov bo'lsa, o'shish 2 million 200 mingdan hisoblanadi va 220 ming bo'ladi. Natijada yangi umumiy summa 2 million 620 ming bo'ladi. Farq katta emas deb tuyuladi, lekin odamlar aynan shunday farqlarga savol beradi. Ikkinchi misol. 16 yoshda. Ish staji 18 yil. U yoshga doir pensiya oladi, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin. Davlat minimal pensiya miqdorini oshirsa,
bunday odamga ta'siri boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zan foizli indeksatsiyadan tashqari eng kompensiya chegarasi ham ko'tariladi. Shunda minimal miqdorga tenglashtirilgan yoki minimalga yaqin pensiya oluvchilar nisbatan sezilarli o'sishni ko'rishi mumkin. Lekin bu ham qaror matniga bog'liq. Agar faqat umumiy foiz oshsa, u mavjud summasiga nisbatan oshadi. Agar eng kam miqdor ham oshsa, u holda qo'shimcha himoya mexanizmi ishlaydi. Uchinchi misol. Fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlashda davom etmoqda. U ishlayotgan pensionerga indeksatsiya berilmaydi degan gapni eshitgan. Bunday gaplar ko'p tarqaladi. Lekin har bir davrda amaldagi qonun va qarorlarga qarash kerak. Ba'zi mamlakatlarda ishlayotgan pensionerlar uchun cheklovlar bo'ladi. Ba'zi hollarda esa pensiya to'liq to'lanadi va indeksatsiya ham qo'llanadi. O'zbekistondagi amaldagi tartibni aynan pensiya jamg'armasi orqali tekshirish kerak. Men bu yerda shuni aytmoqchiman. Ishlayotgan bo'lsangiz mish-mishga ishonmang. Sizning pensiyangiz to'xtatilganmi? Kamaytirilganmi yoki to'liq to'lanayaptimi? Buni shaxsiy holatingiz bo'yicha tekshiring. 4-misol. Ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Unga 2 nafar voyaga yetmagan farzandi uchun to'lov tayinlangan. Avgustda pensiyalar oshiriladi degan xabar chiqadi. Bunday holatda asosiy savol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham indeksatsiya ro'yxatiga kiradimi? Odatda mehnat pensiyalarining asosiy turlari indeksatsiya qilinadi. Lekin baribir qaror matnini ko'rish kerak. Bundan tashqari, farzandlarning yoshi, o'qish holati, hujjat yangilanishi ham muhim. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin. Hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'ladi va odam indeksatsiyani ham vaqtida sezmaydi. Eng katta nozik jihat shuki, pensiyaning oshgani har doim birinchi to'lov kunidayoq ko'rinmasligi mumkin. Hisob-kitob tizimida texnik yangilanish, bank va pochta ro'yxatlari qayta hisoblash sanasi bo'ladi. Ba'zan oshirilgan summa keyingi oyda farqi bilan beriladi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushishi bilan vahima qilish kerak emas. Lekin bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Sizga oshirish tegish kerak bo'lsa-yu, summa o'zgarmasa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, mening qo'shnimniki oshdi, menga nega tegmadi degan taqqoslash har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningizning ish staji boshqa, ish haqi ko'rsatkichi boshqa, pensiya turi boshqa, ustamasi boshqa bo'lishi mumkin. Hattoki odam bir korxonada ishlagan bo'lsa ham biri yuqori oylik olgan, biri pastroq oylik olgan, biri zararli mehnat sharoitida ishlagan, biri oddiy lavozimda bo'lgan bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida shunday farqlar katta rol o'ynaydi. 3-nozik jihat, yangi tayinlangan pensiyalar. Agar odam avgust oyida pensiya chiqsa, u avgust indeksatsiyasi menga alohida qo'shilishi kerak deb o'ylashi mumkin. Aslida uning pensiyasi allaqachon yangi miqdorlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Ya'ni unga eski pensiya tayinlanib, ustiga indeksatsiya qo'shilmaydi, balki boshidan yangilangan mezonlar bilan hisoblanadi. Shuning uchun yangi pensionerlar pensiya tayinlash varaqasidagi hisob-kitobni ko'rish kerak. 4-nozik jihat, ustamalar. Masalan, ayrim pensionerlarda alohida xizmatlari, urush yoki mehnat faxriyligi, nogironlik guruhi, parvarish talabi, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ustamalar bo'lishi mumkin. Har bir ustama indeksatsiya qilinadimi yoki qat'iy belgilangan summami? Buni alohida tekshirish kerak. Agar ustama qat'iy summa sifatida belgilangan bo'lsa, asosiy pensiya oshadi, lekin ustama o'zgarmasligi mumkin. Umumiy pul oshadi, ammo kutilgan darajada emas. 5-nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zan pensioner pensiyasi oshganini sezmaydi, chunki undan ma'lum miqdorda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati. Ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lsa, kartaga tushgan sof summa kam ko'rinadi. Bunday odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Lekin hisob varaqasida yalpi pensiya oshgan. Faqat ushlab qolishdan keyin qo'lga tegadigan pul kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni taxmin bilan emas, hujjat bilan tekshiring. Pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma, bank ilovasidagi to'lov nomi, pensiya jamg'armasi bo'limidagi ma'lumot yoki mypodgov.uz orqali olinadigan ma'lumot yordam beradi. Ikkinchi qadam, avgustdagi oshirish bo'yicha rasmiy qaror yoki xabarni ko'ring. Men doim rasmiy manbaga tayanishni maslahat beraman.
Prezident qarori, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi axboroti yoki vakolatli davlat organining e'loni. Telegramdagi noma'lum kanal qo'shnining gapi bozordagi mish-mish huquqiy asos bo'la olmaydi. Qarorda aynan qaysi to'lovlar oshirilgani, qaysi sanadan boshlab amal qilishi va qanday miqdorda oshishi yozilgan bo'ladi. 3-qadam pensiya summangizning tarkibini so'rang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, mening pensiyam qaysi qismlardan iborat, indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan, hisob-kitob varaqasini berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami va savolingiz aniq ko'rsatiladi. 4-qadam hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va farzandlar hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin asosiy mantiq bitta. Sizning huquqingizni tasdiqlovchi hujjat qancha to'liq bo'lsa, qayta hisoblash shuncha aniq bo'ladi. 5-qadam, agar pensiyangiz oshish kerak deb hisoblasangiz, lekin oshmagan bo'lsa, yozma murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Avgust oyidan pensiyalar indeksatsiya qilingani munosabati bilan menga tayinlangan pensiya miqdori qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni, hisob-kitob asoslarini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Chunki nega oshmadi degan umumiy savolga umumiy javob berishlari mumkin. Hisob-kitob asosini so'rasangiz aniq raqamlar chiqadi. 6-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki sud tartibi. Lekin sudga shoshilishdan oldin barcha hujjatlarni yig'ish, yozma javob olish va aynan qaysi hisob noto'g'ri ekanini aniqlash kerak. Sud menimcha kam berishyapti degan gapga emas, hujjat va qonuniy asosga qaraydi. 7-qadam, bank kartangiz. Pochta to'lovi va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Ba'zan muammo pensiya hisobida emas, to'lov yetib borishida bo'ladi. Karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, yashash manzili yangilanmagan. Ismingiz bazada xato yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday texnik muammolar ham pulning vaqtida tushishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun faqat pensiyam oshmadi deb emas, to'lov holatim qanday, qayta hisoblash qilinganmi? Kartaga o'tkazish bo'yicha muammo yo'qmi deb ham so'rash kerak. Avgustdagi indeksatsiya bo'yicha eng ko'p e'tibor berishi kerak bo'lganlar, birinchidan minimal pensiya yoki minimalga yaqin pensiya oluvchilar. Chunki eng kam miqdor o'zgarsa, ularga ta'siri sezilarli bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ular eski va yangi hisob-kitobni adashtirib yuborishi mumkin. Uchinchidan, ish staji to'liq tan olinmaganlar. Ular indeksatsiyadan ham ko'ra pensiyaning asl bazasini to'g'rilashdan ko'proq foyda ko'rishi mumkin. 4-dan, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovini olayotgan oilalar. Chunki farzandlarining yoshi va o'qish holati hujjat talab qiladi. 5-dan, chet elga chiqib kelgan yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Ularning to'lov maqomi albatta tekshirilishi kerak. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam pensiyasiga 10.000 so'm qo'shilmagani deb yillar davomida xafa bo'lib yuradi. Lekin hujjatlarni tekshirtirganda 5 yil ish staji bazaga kirmagan bo'lib chiqadi. Yoki ayol kishi bolalar parvarishi davri, ish joyi yopilib ketgan davr, arxivdagi ma'lumotlar bo'yicha murojaat qilmagan bo'ladi. Indeksatsiya muhim, lekin pensiyaning asosiy hisob-kitobi undan ham muhim. Agar asosiy hisob noto'g'ri bo'lsa, har bir keyingi oshirish ham noto'g'ri bazadan hisoblanadi. Bu degani, bugun kichik ko'rgan xato yillar davomida katta yo'qotishga aylanadi. Yana bir maslahat, pensiya bo'yicha har qanday murojaatni dalil bilan qiling. Masalan, 1925 yildan 1990 yilgacha zavodda ishlaganman deyish yetarli emas. Zavod nomi, lavozim, buyruq raqami bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuv, arxiv ma'lumoti, oylik haqida hujjat kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan izlash lozim. Agar mehnat daftarchasida xato bo'lsa, uni tuzatish yo'li bor. Lekin bularning barchasi vaqt oladi. Shu sababli avgustdagi indeksatsiyani kutib o'tirmasdan, hozirdanoq hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Demak,
Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi juda muhim. Lekin u hammaning pulini bir xil oshiradi degani emas. Kimning pensiyasi oshishi yoki oshmasligi to'lov turiga, pensiya tayinlangan sanaga hujjatlarning to'liqligiga, pensiya tarkibiga, ustamalarga ushlab qo'yishlarga va rasmiy qarorda belgilangan shartlarga bog'liq. Eng muhimi, pensiya bilan nafaqani adashtirmang. Qo'shnining summasiga qarab xulosa qilmang. Hisob-kitob varaqasini so'rang va hamma narsani yozma ravishda tekshiring. Agar sizga oshirish tegishi kerak bo'lsa-yu, avgustdan keyin ham pensiyangiz o'zgarmasa, avval pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. To'lov turini va hisob-kitobni aniqlang, kerakli hujjatlarni yig'ing. Shunda siz o'z huquqingizni aniq raqamlar va hujjatlar bilan himoya qila olasiz. Sizning pensiyangiz avgustda oshdimi yoki hali o'zgarish bo'lmadimi? Qaysi viloyat yoki tumandan ekaningizni, qancha kutganingizni va qanday javob olganingizni izohlarda yozing. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot odamning oylik daromadiga bevosita ta'sir qilishi mumkin.